Xuddi shunday. Qoyil! Xonim, biz qo'nishga tayyorlanyapmiz. Marhamat qilib o'rindiqni to'g'irlab, pardalarni yopib oling. Ma'zur tutasiz. Xonim. Uzr so'rayman. Men uzr so'rashim kerak. Qo'rqitib yubordimmi? Yo'q, shunchaki kimdir meni tushimda urayotgandi. Yo xudo, yomon tush ko'ribsiz. Uydaman. Birinchi qism ortga qaytish. Ey xudo, qayerda endi u qiz? Nima? Hoy, pesonyu! Qoyil. Seni ko'rib chindan Koreyaga qaytganimni his qildim. Hoy, qaytib kelganingni ertaroq aytsang bo'lmaydimi? Yuvinishga ham ulgurmadim. Ko'rib turibman. Sog'inganingdan hatto yuzingdagi dog'ni artmabsan-a? Yo tavba. Amerikada yashab zahar bo'lib ketdingmi? To'g'ri. Lekin bu men uchun oshiqcha bo'ldi. Hoy, necha yildan beri ko'rishmadik. Kelganimdan xursand emasdek ko'rsatma. Meni quchoqla. Qani bo'la qol. Voy o'g'ri. Meni jamadonimni o'g'irladi. Voy. Oynani yopyapman deb ogohlantirsang bo'lmaydimi? Sal qolsa bo'g'ib qo'yarding. Shunchaki senga xavfsizlik qoidalarini o'rgatyapman. Oynadan boshini chiqarib olish xavfli. Menga xuddi hamshiradek gapirding hozir. Ha, to'g'ri. Panjaradan sakrab tushishni yoqtiradigan qizcha qani endi? Menga o'sha yoqardi. Hoy. Hozir aynan shunday bolalarni deb pul olyapman. Avval nimani o'ylagan ekanman? Yong'inda bo'ldingmi? Ha. Yong'in o'chiruvchilar bilan birga bordik. Hech kim halok bo'lmadi. Xayriyat. Aytgancha, nega bunchalik ozg'insan? Yoki to'yga deb yana ozmoqchimisan-a? Ko'zni qamashtiryaptimi? Iyagim yaltirayotgan bo'lsa kerak. Iltimos, asabimni o'ynaydigan gaplarni aytmagin. Yomon ko'raman bularni. Uzr. Oyingga qo'ng'iroq qildingmi? Meni oyim qaytayotganingni aytmadi. Ha, qildim. Ha, mayli. Sinyogachi, u baribir bandku. Ishlari qalay ketyapti? Bo'ladi. Oy, sahnada meni ham aytishing kerak edi. Aytdim-ku. Faqat kompaniya nomini aytding, men ismimni aytmading-ku. Kiyimingga qaraganda yana xotira binosiga borganga o'xshaysan-a? Kompasni oldingmi? Yo'q. Yolg'on gapirishni qara, yolg'on gapirishni qara. Sen arxitektorsan. Fen shuga nima aloqang bor? Lekin arxitektor doim o'zi chizma chizayotgan joyini, tarixini o'rganib chiqishi kerak. Nima dafn marosimini Fen shuy binosi haqida eshitmaganmisan? Anchadan beri arxitektorlar tomonidan qo'llaniladi. Hamma gapingizga qo'shilaman. Kamerani nima keragi bor? Men siz bilan hatto yuzlab xotira bog'iga borishim mumkin. Bir og'iz aytsangiz bo'ldi, qabrga ham birga boraman. Bunday gapni bas qil. Voy, uyalmasangizchi. Jiddiy aytyapti, qo'rqib ketyapman. Ha, to'g'ri aytasan. Og'ir, noyinsoq u. Nima u bilan tanishmisan? Yo'q, uni qayerdan taniysiz? Unchalar yaxshi tanish emasmiz.